do'stlik, hamjihatlik bu bizning buyuk maqsadimiz. O'zingiz o'ylang, yaqin kunlarda ham shu yonimizdagi qo'shni Qirg'izistonning Alaboqa tumaniga o'tishi hech iloji yo'q edi. Bu yerda qarindosh urug'lar, bu yerda qarindosh urug'larni hattoki to'y tomoshasiga borish imkoniyati bo'lmaganda. Yurtboshimizga rahmat. Mana millatlar aro hamjihatligini yo'lga qo'yib, do'stlik rishlarini yana qayta tiklab, hozirgi kunda chegaralar ochildi. Borib qarindosh urug'chilik, xudo amdachilik tadbirlari amalga oshirilmoqda. Shu tumanimizni rivojlanishda barcha millatlar hamjihat bir mehnat qilib, yurtimizni, tumanimizni ravnaq uchun mehnat qilmoqdalar. Bugungi katta tadbir ham tumanimizda o'ziga xos o'tkazilmoqdaki, bu tadbirda barcha millat vakillari, oqsoqollar, nuroniylar, yoshlar ishtirok etib birga bayram o'tkazishmoqda. Sumalaklar, Navro'z bayrami, yangilanish, bahor bayramini birga o'tkazmoqdamiz. Yurtimizdagi tinchlik, obodonchilik doimo barhayot bo'lsin.